Mana bu qanday chiqayotgan narsalar ko'rasizlar mana. Mana bu kajyoz, yiringli kajyoz to'qima deyman, ko'rasizlarmi? Chiqyapti. Bemorimiz doimo yurak og'rishiga, bo'g'imlar olishiga mana shu narsa sabab bo'ladi. Antibiotik olaverib o'sha to'qimalari ham, a'zolari ham yomon bo'lib ketgan. 15 yoshli bemorimizda shikoyati tomoq og'riydi. Surunkali ravishda bir oyda 2-3 marta yiringlaydi. Tekshirib ko'rganimizda analizlar juda yomon chiqdi. Tavsiya qildik anginani olishga. Mana ko'rishingiz mumkin, mana shunaqa gnoyniy probkalar yig'ilishi surunkali tonzillitning tipik belgilari hisoblanadi. Bu og'izdan sassiq ajralma hid kelishiga sababchi bo'ladi 100%. Mana ko'rishingiz mumkin, bemorimizdagi o'sha zarar bergan, doimo surunkali kasallikka chaqirgan bezni olib tashladik. Mana shu ikkita kichkinagina yurak bilan oyoqlariga, bo'g'imlariga asorat bergan. Xudo xolasa bemorimiz bundan keyin umuman yuragi ham, oyoqlari ham og'rimaydi. Maza qilib marojiniy yuradi.